Qizlar, hozir qaranglar uyimizga mana gilamni oldim. 10.000 kronga oldim. Bu agar aylantirsanglar $1000 bo'ladi. Burgani keldik. Hozir haydab boramiz. Elektrichеский полностью 450 kilometr yuradi. Mana qizlar, mana shu mashinani ko'rgani keldik. Peugeot 3008. Qizlarjonlar, mana mashinam, hozir sizlarga ko'rsataman. Bo'ladigan kiyim zakaz qilganman. Mana bunaqa, bu чисто shvedskiy brend. Ketyapman, shu kameramni mana shu yerga yaxshilab o'rnatadigan narsa olishim kerak edi. Eshitilaman, bitta darslari bor, o'sha darslarini ham o'tyapti. Bu ham oson emas, unga hozir ekzamenlar bilan bo'lgani uchun. Yoqotdimi? А что такой шум? Это что за шум? Assalomu alaykum, hurmatli go'zal va betakror qizlarjonlarim. Yaxshimisizlar, tuzumisizlar, saloqlaringlar yaxshimi? Hozir men podyezdda turibman. Sizlarga hozir ko'ynagimni ko'rsatmoqchiman-da, shunaqa chiroyli qizlar. Mana hozir yaxshi ko'rinadimi, yo'qmi? Men podyezdda turib, akamni kutyapman. Mana ko'ynagimni bilasizlar, O'zbekistonda Toshkentda rosa ko'p kiygandim. Xuddi shunaqa fason, faqat oldi zamok bo'ladi meni brendimda. Imamida chiroyli nimadir, qanaqadir etiladi, mana rezinkali, rosa nежный turadi. O'shanaqa qilganman-da. U ko'ynagimni faqat qora rangda, xuddi shu materialimni qora rangida Toshkentda nalichida bor, narxi 320 ming so'm. Agar xarid qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol mana bu oyijonimga murojaat qilinglar. Oyijonim sizlarga yordam beradilar. Hozir men shunaqa qilib chiroyli kiyim oldim. Ko'cha havo shunaqa zo'r, lekin rosa chang bo'lib, qattiq shamol bo'lyapti. O'shaning uchun na всякий случай men buni ustimga tashlab oldim. Uyga kelib, shunaqa maza qilib uxladim, dam oldim, xamir qilib qo'ydim. Endi akamga telefon qildim. Aka, yuring, bitta salonga meni olib boring, mashina saloniga. Bitta mashina rasa Bobur ekan, mana shu mashina rasa yaxshi, rasa семейный, juda ham yaxshi. Anu sen men bu Mers bilan agar solishtiradigan bo'lsang, u mashina намного praktичныйroq bo'ladi deb rosa maqtadilar. Xullas, nechinchidir yili eng yaxshi, eng chiroyli mashina bo'lib ham nominatsiya olgan ekan. O'sha mashinani hozir ko'rgani ketyapman. Inshaalloh menga yana ham yoqadi degan umiddaman. Hozir akamga aytdim, aka, iltimos meni olib borib keling, o'sha mashinani ko'rgim kelyapti dedim. Ular hozir keyin ishga tashiydilar, meni keyin bolnitsada ishlaydilar. Ularni ishga tashab, keyin meni olib boradilar. Albatta, men ham sizlarni o'zim bilan birga olaman. Sizlarning ham fikringizni kommentariyada kutaman, chunki men hozir o'zim ham YouTube'da rosa o'sha mashinani ko'rdim, odzivlarni, nima odamlar nima deyapti, lekin faqat положительный, faqat yaxshi odziv eshitdim. Endi borib haydab his qilib kelmoqchiman. O'shanga sizlarni ham o'zim bilan birgalikda olib ketaman. Podyezdda turganimning sababi chunki meni akam hozir o'sha kelib qoladilar inshaalloh. Ko'chada shunaqa chang bo'lib ketyapti-da, mana bu shamoldan qaranglar, mana. Mana bunday qilib rosa prям ding bo'lib chang ko'tarildi-da. O'shang ichkariga kirib oldim. Mana daraxtlardan ham ko'ryapsizlar, mana. Rosa qattiq shamol bo'lyapti ko'chada. Tak, hozir уже ozginada keladilar. Mana 10 minutda keladilar, xudo xolasa. Mana qizlar, mana shu mashinani ko'rgani keldik. Peugeot 3008. Akam birsi yaxshi tushunadilar-da, o'shanga hozir qarab beryaptilar. Hozir haydab ko'ramiz. Hozir biz mana haydab ko'ryapmiz. Конечно же, akam haydab ko'radilar, chunki men tushunmayman baribir mashinani. Lekin bunda o'tirganda haqiqatan вообще katta ekan. Men Mers xohlayotgandim. Akam, "Yo'q, Mers olma, mashinasi zo'r, mana shu katta, keng, rostonamda o'tirganda odam nafas oladi." Anunda ancha siqilib qolgandi. Mana qaranglar, orqalari ham shunaqa katta, bagaji ham katta-da. Aka, скажи свое мнение, Захитик. Да, zo'r, baland. Baland ekan-a, Ichlari ham katta, orqasi ham, bagaj katta. Bu joyga borsa udobniydi. Chambers. Anaqa salonda turganda bunaqa prям baland tuyulmadi-da, menga ko'chaga chiqqandan keyin уже baland tuyulyapti. Hech qanaqa muammosi yo'q bu mashinani.
nuqsonlar yo'q. Menga lekin rosa yoqdi. Zo'r yurar ekan, yumshoq ham yurar ekan. Juda ham yoqadi menga bu mashina. Kattagina bolalar bilan maza qilib ketsa bo'ladi-da. Вообще. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? O'zinglarning fikringizni kommentariyaga surachizni yozinglar. Hozir akam haydab mana bunaqa chiroyli joyga kelib qoldik, qaranglar qizlar. Ana shunda suvni bo'yi. Rosa chiroyli. Anda odamlar voleybol, basketbol, futbol o'ynasa bo'ladi. Ana shunda suv. Bar Shvetsiya chiroyli-da. Endi meni gapim, men o'tiraman. Akam baribir tushunadilar-da mashinani. Shuning uchun ular birinchi haydadilar, чтобы o'zlarining fikrlarini aytishlari uchun. Ama bagajni ham ochinglar. Сейчас сиденье я спущу, посмотришь. Да. Сейчас. Видишь, ровно. Uy, ha, zo'r bo'lar ekan, katta bo'lar ekan. Anunisi ham tushiringchi. Mamtamda silliq ekan-da, meniki gladki chiqar ekan. Narsalarni перевозкаga ham yaxshi-da bu. Da. Холодильник там tуда-sюда. Wow, va shu katta bo'lar ekan-a? Да. Mamtega ham ochiladi, ha, ochilar ekan. Uy, ichi ham to'la ekan-ku. So'zi bo'lar ekan narsa. Zapaska yo'q. Mana shunaqa qizlar mashina. Hozir endi mahaydi. Qizlar, bu mashinada minusi bor. Buni orqa kamerasi yo'q ekan. Menga bu juda ham qiyin, bu bir. Ikkinchidan, akamning juda ham yaxshi bitta tanishlari butun shu mashinani ichida страховкасы hamma shu ichida ekanlar. Telefon qilib maslahat so'radilar. Bu mashina rosa problemasi chiqishi boshlaydi. Har oy deyarli rosa pul ketkazasizlar. Bu mashinani olmay qo'yaveringlar deb aytdilar-da. Shuning uchun menga lekin rosa yoqdi. Bilmadim, juda ham yoqdi, lekin rostdan ham hozir olib ertaga kechgacha problema bo'lishini ham xohlamayman. Mana hozir sizga mana mana shu Lexus'ni ko'rsatmoqchiman. Mashinaga yomon yuragim jizzetdi mani. Oy, rosa chiroyli. Rangi va juda ko'p ham oppoq emas-da, perlamoutrovый rang. O'tirib, endi akam birinchi haydab ko'radilar, как обычно. Orqalari katta. Endi haydab ko'ramiz. Fikrimizni aytamiz. Qizlar, men o'tirgandacha ichi ancha eskida, mana qaranglar. Mantlari ham eski yotdi. Bunda ko'zinglar tushganda жалко, ну, bilmadim. Ancha eskicha ekanda, o'shanga juda unchalik yoqmadi. Ketamiz. Chiroyli, usti chiroyli-yu, no. А ты что думаешь? Ну, я думаю, что где она раз с такой суммой, надо еще смотреть больше вариантов, потому что мама идеальный больше кереди, салоном приятный больше кереди. Ancha eskirib qo'ygan. Торопиться не надо, agar bunaqa mashina bo'lishi смотреть. Zo'r kattagina-yu, menikidan katta, o'sha bitta katta-da, meniki UX bo'lgan bo'lsa, bu NX-da. Nomam ichlari uncha yoqmayapti. Sразу o'tirganda, sразу qanaqadir g'alati salon. Mamtlari вообще eskichaga o'xshaydi, mamtlari ham. Nechidir ham. O'zi Lexus shunaqa qiladi. Eskicha vibe-ni qiladi. Ne, almashtirishi bor, tam через. Ekrani ham, смотри, Peugeot'ning ekrani yaxshiroq edi. Yangilarni esa brayt bunda bunaqa emasdi. 2024-2025. Da, ular уже katta ekran zo'r qilishgan NX-da. Bu 2019-yilda qizlar, 2019-yil mashinasi. Shuning shunaqa eskicha. Bu уже keyingi kun qizlar. Nimadir sizlarga tanish ko'rinmayaptimi? Mabodo. Bolalarim mana hozir Shvetsiyada maktabga ketishyapti, shvetskiy maktabiga. Lekin ularni vafodor o'zini vataniga vafodor bo'lgan holda hozir magazinga kirib oldimda, yumshoqqa uni olishim kerak. Zo'r aniq ovqat qildim-ku. O'shanga endi xamir qilmoqchiman, chunki suyuqqina zo'r bo'ldi-da, sho'rvasi zo'r ekan. Agar hozir xamir qilib lag'mon sipat qilsam, вообще zo'r bo'ladi. O'shanga hozir xamir olishim kerak, un olishim kerak, xamir
qilib massa qilib lag'mon sifatida etako'yda panshaga o'xshatib qilmoqchiman. Uyimizda un qolmagan ekan o'shanga hozir oldimizga hemshapga xursand bo'lib kirdim. Vau! Mana bitta archilganini ham sotar ekan tayyor. Nolika slishkam mayda deydi. Slishkam mayda archilgan bo'lsa ham. Hop. Nimalar bor ekan Shvetsiya magazinida? Bugun xohlasa video blog chiqaraman. Ну, конечно, bu video. Короче, qizlar, video bugun chiqyapti. Hozir bizda 7-11, sana esa 3-aprel. 3-aprel video chiqadi. Hammasini hozir uyga borib yig'ib, montaj qilib chiqaraman. Sizlarning vaqtinglar bilan har doimgidek shu 5-6larda chiqarib olaman bu videolarni. Так что like, подписка bosish esingizdan chiqmasin. Tak, menga un kerak. Men mutahardim o'qiganimda kirardim-da, olardim. Anaqadan miso suppadan olardim, mamnaqasini. O'zingizlar qaynatib olasizlar, yo mamnaqasini ko'proq olardim. Tayyorda idishga solib ichasizlar. Xo'sh. Tak, сказал бедняк. Qattiq edi bularni uni. Mana ekan unlar. Tak, hozir endi o'zimga kerakligini olsam, yumuq pitsaga ham bor ekan. Uni menga oddiy un kerak, mana menimiz kerak. Mashinasi 23 kronligi. Bo'ldi, unni olib sirasi uyga boraman. Hozir ham bunaqa Lady in Black bo'lib ketyapman. Onam bilan uchrashgani. 6da ularning ishlari bor ekan. Bratulasi, давайте uchrashamiz dedim. Kecha akam bilan mashinalarni ko'rdik-ku, u mashinalari ko'rgan mashinalarimizni menga Peugeot rosa yoqdi, lekin uni rosa yomonlashdi. Xullas, akamni o'sha servisda ishlaydigan o'rtoqlari yaxshi demadilar. Hozir olganingizdan keyin o'sha problemalar bo'ladi, o'sha uchun maslahat qilmayman deganlar uchun men asrasi aynidim. Peugeotdan Lexus ichi слишком eski ekan. Hozir men o'ylayapman, что насчет электрической машины? То есть у нас hozir zaryadkalar hamma joyda bor. Qulay, даже mahallamizda ham bor, to'ldirsak bo'ladi. O'shanga hozir men o'ylayapman, endi elektrический mashinani ko'rsak-chi deb o'ylayapman. Xudo xolasa, hozir endi birinchi 6taga boramiz. 6tadan keyin onam bilan mashina ko'rgani bormoqchimiz. Balkim akam olib ketarlar 6tadan, bilmadim aniq. No, ketamiz. Hozir Halimberingga boraman. Hozir aniq avtobus kelyapti. U Risnaga boradi. Menga esa Halimbering kerak. Biz mana shu avtobusga chiqamiz. Bolalarni maktabga borayotganda bu tomonga chiqaman. Halimbering esa bu tomonga chiqish kerak. Hozir men onajonimni kutib o'tiraman. Ular hozir kelishlari kerak. Ozgina aylanamiz. Patibulni bitta narsasini tiktirgani kelgandilar. O'shani olib kelishlari kerak ateliyadan. Tak, men hozir bunaqa pomada surib ko'rdim. Fenty Beauty'niki ekan, Rihana'ni. O'ylaymanki, videoda to'q chiqmayapti, вообще och. To'q chiqsa Bobur aka meni jahllari chiqadi. Xullas, men ozgina singlim haqida gapirmoqchiman. Juda ham ko'plar chunki so'rayapti, Patigul qani, nimaga Patigulni ko'rsatmayapsiz? Nima qilyapti deb Patigul o'qib yuribdi. Hozir uni ekzameni, uni vaqti yo'q qizlar. Bu birinchidan, ikkinchidan hozir onam qilyaptilar, menimcha уже keldilar. Juda mazgina chalg'ib qoldim. Patigul hozir u Qur'onni yaxshilab o'qib, murakkab yodlayapti. Любой bekatda ochganda o'qib keta oladigan darajada. Keyin Patigul Qur'onni o'qiganda qizlar, sizlarni qalbinglarcha ochilib, shunaqa yig'laysizlar, shunaqa chiroyli o'qiydi. Endi ko'plar yig'lagan hozir. Bilmayman, singlim internetga ruxsat beradimi, yo'qmi o'qib chiqishga. Lekin Qur'onni rosa chiroyli o'qiydi. Keyin o'zini men bitta darslari bor, o'sha darslarini ham o'tyapti. Bu ham oson emas, unga hozir ekzamenlar bilan bo'lgani uchun men ko'p videoga, u meni videomga ko'p chiqa olmayapti. Ololmayman uni ko'p videoga. Atak hammasi yaxshi, xudo xolasa. Как раз mana hozir postkulov bo'ladi bizda, Pasxaga выходной qilishadi bir hafta.
O'shanda balkim bu videolar olarmiz. Mana onajonim bilan ham uchrashib oldik. Qanaqasiz opa, yaxshimisiz? Alhamdulillah. Yaxshi keldingizmi? O'zingizchi? Ha? O'zingiz. Yaxshi, rahmat. Qizlarga salom deb qo'yaverasiz, sog'inishadi sizni qizlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi barakatuh. Tak. Qayerda ekan opa, aytchilik? Ha. Chipslarmi? Yaxshi. Keyin biz onam bilan mashina ko'rgani boramiz yoki Molov Skandinaviyaga boramiz. Hali 100% operatsiya qilmadik. Biz eng baxtli bekorchilardan birimiz, opa. Vi ska leva där och bo där för gott. Ja. Kom tillbaka efter 4 Mana bitta shtonini tog'illatganlar. Erkak kishi qiladimi, opa? miljoner dollar. Ja. Det räcker inte bara med Vilket 1-2 kika. miljoner. Minst 5, jag tänker. Tak qizlar, mana bu mashinani menga rosa yoqqandi. Shuni mana ko'rgani keldik. Hozir haydab ko'ramiz. Elektrichеский полностью 450 kilometr yuradi. И o'ylaymanki, выгодно, juda ham yaxshi. Bitta keling bilan kelganmiz. Krasavitsa kenajonim, mana onajonim. Shuna qilib hozir. Sizni fikringiz qanaqa, kenajon? Yoqyaptimi? Menga yoqdi. Zo'r ekan. И электрический ancha arzon ham bo'ladi mengada. Benzin hadeb qo'yavermasdan. Главное, очень прочная машина. Ha, прочно deyapti-da. Nima uchun tushunmayman-ku. Приятный ekan. Hozir haydab ko'ramiz endi. Bu elektrichеский emas qizlar. U elektrichеский. Mashina uchyapti qizlar. Вообще yumshoq ko'rsanglar. Da, как тебе? Ozgina fikringizni aytsangiz. Zo'r ekan. Yaxshi ekanmi? Problema chiqmaydi tez-tez. Xudo xolasa inshaalloh. Koreys. Koreys. Opa, fikringiz yoqyaptimi? Очень. А что такой шум? Это что за шум? Электрический шахмат. Ko'chani anaqasi. Ko'chaniki. Ha? Электрический шахмат. Ha. Это нормально, да? Okey. Menga yoqqan narsasidan baland. Bundoq yurib o'tirganda mana yo'l prям baland ketyapman-da. Shunisi ham menga yoqyapti. Прочно yetyaptilar. Hadi problema chiqib kelavermaydi. Ma'mulisi ham bor ekan. Menga mana shu yoqadi. Do'dilinki, вообще zo'r. Ana orqada mashina kelayotganimda yonadi. Предупреждение znak bo'yicha mashina bor, qayrilmagin yetgan debdi. Bundoq qilib qaravermaysiz-da orqaga. Hozir necha bo'ldi? Soat 12 mi? Или 1 mi? 12-15. 1 bo'lsa. Xo'p qizlar, hozir mana mashinani уже sotib oldik. Bobur akam hammasini gaplashdilar. Mana buni qaranglar, bunaqa tabriklashdi. Akam ham mashina olgandilar-da, yaqinda ularga ham berishdi. Sizlar ikkita mashina olgan ekansizlar-ku deb qarasizmi? Ular ko'kini oldilar, men rozovisini oldim. Endi shunaqa xursand bo'lib ketamiz. Mana bu brenddan oldik. BBC Barker Bill Centerdan. O'tgan safar kelganimizdan emas, bu boshqa firma. Men akam olgan joylardan oldim. И xursandman, растаям, что наконец-то. Что xursandman. Машину купила, Aisha Alina. Bobur akam ularga Allohim baraka bersin, iloyim. Qizlarjonlar, mana mashinam, hozirga ko'rsataman. Mana bunaqa ko'rinishda. Полностью электрический. Mana bu yerdan zaryadka qilinadi. 450 kilometr yuradi. Mana bunaqa chiroyli sera-голубой rangini oldim. Shunaqa menga rangi yoqdi, qizlarjonlar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mana shunaqa asal mashinacha oldim. Bunda qilib yopib qo'yamiz. Ну, красота! Bu yerda hamma narsa nomerlab qo'yilgan ekan. Hozir so'rasam, anta mashina, bu mashina, Nittonni oldiga borgan, o'sha yerda bo'lish kerak. Dedi, hozir kelyapman. Mana. Mana. Qorasi.
И mana rozovый, samamda yana har xillar bor ekan. Mana mana shularni ko'rdim-da. Mana bunisi ham zo'r ekan. Vau. Vau. Qaysi birini oling qizlar? Mana bunisi ham yoqyapti. No, yumshoq olayotdim. Zamsh yaxshi ekan. Zamshivisi. Mana bunisi zo'r ekan. Bunaqa. Mashinasi zo'r ekan. Mana rozovisi ham zo'r ekan. Такой мягкий. Ashuni ola qoling. Rozovisi-ni. Da, chiroyli. Nishonlagani mana hozir Mall of Scandinaviaga keldik. Akam, men, onajonim, xudo xolasa inshaalloh Mall of Scandinaviaga shunaqa xursandman kelganimdan. Bilasizlar-ku, 2 yil bo'ldi kelmaganimga. No, kelib ketganimda kelgandim-da, no. Yaxshi ko'raman Shvetsiyani. Shunaqa yaxshi ko'raman Shvetsiyani qizlar jonlar. Opa, hojatxonaga borasizmi? Qopga. Ha, yaxshi. Qizlar, mana hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shu pijamadanman. Cho'miladigan, turing Abdulloh, cho'miladigan kiyim zakaz qilganman. Mana bunaqa bu чисто shvedskiy brend, и Shvetsiyani stili desa ham bo'ladi. Qancha koreyslar shunaqa kiyinadi. Zo'r-da. Hech qanday ochilib qolmaydi. Orqangizni ko'rsating bolam. Mana orqasi ozginada oyoq kiyimlari ham keladi. И material endi bu cho'miladigan-ku, такой приятный ekan. Yumshoq qanaqa menga qarang. Ну вообще, rosa zo'r, Abdulloh. Menga lekin juda ham yoqdi. Вообще, прям Abdulloh o'ziga tikilgandek turibdi-da. Mana shunaqa kupalnik oldik. Yoqdimi sizga Abdulloh? Rosa yoqdimi? Nima deyish kerak adagi? Rahmat. Hozir to'xtang, ayting. Rahmat. Qizlarjonlar, bu уже keyingi kun. Уже anu hisobim adashib ketyapman. Sizlarga yig'yapman video vloglarimni. Hozir biz mashinada maza qilib somsa olgani ketyapmiz. Bitta dugonam bor. Salentunada yashaydilar va ular hozir somsa qilgan ekanlar, свежий, o'shaning uchun o'shani olib ketgani ketyapmiz Salentunaga. И ay. Они работают? Ha, mana. Bizda bugun sovuq, juda ham kun bo'ldi, juda ham shamol, qor ham yog'di. Anu nima edi? Колючий qor deyirmidi? Такой мелкий qor bo'ladi-ku. O'shanaqa qor bizda yog'di. Shunaqa sovuq, izg'irin, yoqmaydigan. O'shanga qizlarjonlar, hozir men mashinada ketyapman. Shu kameramni mashtiga yaxshilab o'rnatadigan narsa olishim kerak edi, чтобы qimirlamadida. Xullas, meni dugonam bor, Kamola degan. Ular bilan internetda tanishganmiz. Свежий somsa qilgan ekanlar, o'shani olib keting. Rosa свежийligida maza qilib yeb olasiz deyaptilar. O'shanga hozir olib ketgani ketyapman. И nima qilsam bo'larkan, qizlar? Mana shu kameramni qo'yish uchun такой ushiydigan narsa kerak-da. Zo'r bo'lardi-da. Hammasini chiroyli ko'rinar ekan, dora qo'ysa ham. Bu kim oldimda ketsa ham-da ko'rinadi. Passajir ham ko'rinadi, Bobur akam. Tak. Shunaqa qilib, hozir endi Salentunaga ketyapmiz Yusuf bilan. Menga rosa yoqdi bu mashina. Menga elektrichskiy mashinani haydash juda ham yoqdi, qizlar. Elektrichskiy mashinada umuman boshqacha o'zinglarni his qilasizlar-da. Boshqacha yurar ekan baribir. Anu BYD'si polniy elektrichskiy borlar Toshkentda tushunsa kerak. Bilmadim, men benzinoviylarga qaraganda buni yurishi boshqacha ekan. Menga вообще yoqdi. Juda ham довольныйman. Xudoga shukr, alhamdulillah. Kimdir men bitta ko'chyapti. Voy, kameram tushib ketdi. Voy, assalomu alaykum. Когда сестра пьет,
Sizlar mana hozir somsamni ham olib oldim. Bunaqa sosiska в chesti ham bor, ko'rsanglar, xudo xohlasa uyga borganda ko'rsataman. Shunda Salentunada. Так что Shvetsiyadagilar, если что, zakaz qilishinglar mumkin. Mana halol food 100% qilib zo'r qilgan ekanlar. Maza qilamiz endi, Yusuf. Ketdikmi uyga? Конечно же. Qizlar, hozir qaranglar, uyimizga mana gilamni oldim. 10.000 kronga oldim. Bu agar aylantirsanglar $1000 bo'ladi. Shunaqa menga yoqdi qizlar, buni chiroyliligini. Buni agar eslida bo'lsa, onamga ham olib bergandim. Xuddi shundan, faqat ularniki 2 ga 3 edi, meniki 3 ga 4. Вообще zo'r qaranglar. Shunaqa menga yoq. Uyimizda katta ham bo'lib qoldi-da, zalimiz. Hozir mana bunday qilib sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana gullarim chiroyli. Mana bitta mana oshxonamiz anta bo'ladi. Mana bizning divanimiz. Вообще и gilamimiz, televizor, вообще shunaqa zo'r, уже уютный bo'lib qoldi-da. Mana bitta oshxonamiz ham hozir gilamni tarab qo'ydim, pilososla qilib, ko'rasizlar. Chiroyli qilib qo'ydim. Сразу такой аккуратный bo'lib qoldi taraganimdan keyin. И такой аккуратный, нежный bo'ldi-da. Что ты делаешь? Много не кушайте, гудис. И hozir mana endi somsa pishirgim kelyapti. Kecha somsa oldim-ku. Bizlarga mehmonga Mustafa kelgan. Ko'tarma, ada urishadilar. Ko'tarmang bolam. Yo'q, yig'lamayapti. Spalniga olib kirib, o'sha yerda o'tiringlar, mazza qilib yotib. Jiyanim Mustafa kelgan. Asal. Так, hozir endi men хочу чуть-чуть somsa pishirishga, sosiska в chesti ham bor. Bunaqa somsa ham bor. И mana bunaqa bu kuk somsa dedilar. Mashinadan yeb ko'rgim kelyapti, to'g'risini aytsam. И yana nimadir beruvdilar hozir. 1 2 3 yana nimadir berdilar. Mana kievskiy. Kotlet. Pishirsa, xudo xolasa hammasini pishirib yeymiz. Tak, hozir nimani pishirsam ekan? Bolalar ham yeydigan qilib sosiska в chesti bilan somsa pishiraman. Unda men kuk somsa bilan buni pishiraman. Ko'rsatib istagan sosiska в chestini. Voy. Buni hozir pishiramiz. Hozir shu ikkitasini pishiramiz. Somsa bilan sosiska в chesti. Hozir bolalar kelgan. Xudo xolasa o'zi mashinani ko'p qo'shim kerak, chunki menda har doim ham xamirim o'xshamaydi-da. Hozir buni qilib ko'ramiz, xamiri bularda o'xshaganmikan. O'xshamasa-chi, men bu sosiskasiga yopishmaydi, alohida bo'lib, kemanim qattiq bo'lib qoladi. Bilmayman nima sabab, agar bilsanglar, iltimos kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shundan rosa qiynalaman. Bir xillari zo'r yumshoq, yopishib zo'r o'xshaydi. Bir xillarda uncha o'xshamaydi qizlar. Nimaga ekan, ha? Qizlar mana somsam pishdi, somsa lekin zo'r chiqdi. No, sosiska в chesti bunaqa bo'lib ketdi. Menimcha anu sosiska rosa ishib ketdi-da. Pishganiga bunaqa bo'lib ketdi. Sal xunroq bo'lib qoldi. No, somsa zo'r bo'ldi. Somsa menga yoqdi. Hali yeb ko'rmadim, no ko'rinishi zo'r. Hozir yeb ko'raman, xudo xolasa. Mana ujizgina qo'yib qo'yganman. Bugimen degan. Mustafa, gudis shirin ekanmi? Вкусно? Мороженое вкусный ekanmi? Qizlarjonlar, bugungi meni video vlogim tugaydi. Sizlarga video vloglar yoqyapti degan umiddaman. Aytgancha Abdulloh bilan Yusuf endi zalda uxlashadi. Sababi Yusuf bitta o'zi uxlashga qo'rqdi, Abdulloh ham bitta o'zi uxlashga qo'rqdi. Spalniga esa hali bunga matras olmaganmiz va shu sababdan ikkalasi yana zalga ko'chishdi va bizani ikkita xonamiz bo'm-bo'sh bo'lib turibdi. Endi Yusufning xonasi, kstati, kommentariyada yozishganda, nimaga ikkinchi o'g'lingizni xonasi yo'q, nimaga xona qilmagansiz deb. Mana qizlar, bu mashi karavotda uxlashga bitta o'zi Yusuf qo'rqdi. Mana hammasini zo'r qilib qo'yganmiz. Men bitta ertaga kiyadigan kiyimlarini ham tayyor qilib qo'yganman. Bunisi Yusufniki, bunisi Abdullohniki. Bizda yana bitta xona bor. Karavotlar qilingan, lekin hozir endi bizda remont bo'layotgani sababli biz u xonani
ishlatolmayapmiz. Hali remontlarimiz bitmadi. Mana bizda mana bitta yana bitta xona bor. Mana bitta katta yumshoqqina karavot bor. Shkaf bor, oyna bor. Prosta mana bu narsalar bilan juda ham to'g'ri. Yangi подписчиклар bo'lishi mumkin. Buni necha marta gapirdim, lekin kommentariyaga kelyapti. Yana bitta xona yo'qmi? Yana bitta karavot, yana xona bo'linishi kerak bola uchun deb bizda hammasi bor. Mana bitta hozir meni yangi mashinamni qishki kolesolari, shinalari o'shani podvolga olib tushib qo'yadilar. Xudo xolasa Bobur akam. Shunaqa qilib, alhamdulillah hammasi bizda yetarli, hammasi bor. Xavotir olmanglar. Bugungi video vlogim mana tugaydi. Inshaalloh keyingi video vlogda ko'rishguncha xayr. Allohga omonat bo'linglar. Bolalar ham endi uxlashadi. Xayr qilib qo'yinglar. Xayr. Xayr qilib qo'ying Yusuf. Xayr. Xayr qizlarjonlar.